Yig'ilishda oziq-ovqat xavfsizligi, go'sht narxini barqaror ushlab turish maqsadida chorvachilikda ishga solinmagan salohiyatdan ham to'laqonli foydalanish ta'kidlandi. Bu borada G'ijduvon tumanida rejalashtirilgan ishlarga e'tibor qaratamiz. Albatta, bu yo'nalishda tumanning imkoniyatlari keng. Davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishida bu bo'yicha ham mas'ullarga muhim topshiriqlarni berdi. Xususan, tuman kesimida ozuqa ekinlarini ekish, qishloq xo'jaligida innovatsion usullarni keng joriy qilish, bu orqali inflyatsiyani jilovlash mumkinligi prezidentimiz tomonidan alohida ta'kidlandi. Xo'sh, tuman hokimi bu borada qanday xulosalar chiqardi va qanday rejalarni belgilab oldi? Kechagi yig'ilishda hurmatli prezidentimiz yana bir og'riqli nuqtamiz bo'lgan inflyatsiyani jilovlash bo'yicha ham hudud rahbarlariga alohida topshiriq berdilar va G'ijduvon tumanidan bu bo'yicha qilinadigan ishlarimiz ko'p. Biz analiz qilib oldik va asosiy turdagi 20 ga yaqin oziq-ovqat mahsulotlarini 3 tasi bo'yicha G'ijduvon tumani o'zini o'zi qoplamas ekan. Buni demak joyiga qo'yish bo'yicha kompleks choralarni ko'rishni boshladik. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, kartoshka yetishtirish G'ijduvon tumanida azaldan ustuvor vazifa bo'lib hisoblanmagan va bu yil demak barcha aholi tomorqalarida, fermer xo'jaliklarimizda hech qachon ekilmagan 1430 gektar yerda kartoshka ekilishi ta'minlandi. Bugunga qadar har yili mana bahorgi mavsumda 300 gektarga yaqin yerda kartoshka ekilib kelar edi. Bu yil mana qarib 1,5 gektarga ekdik va albatta kartoshka mahsulotini o'zimiz G'ijduvon tumanida ta'minlash bo'yicha rejalashtirib oldik va bu ekilgan mahsulotlarimiz albatta bozor narxiga ham ta'sir qiladi. Xuddi shunday boshqa sabzavot mahsulotlarini ham markazlashgan holda Agrostar korxonalarimiz orqali aholiga yetkazib, yuqori daromad olish ishlarini yo'lga qo'yamiz. Selektorda hurmatli prezidentimiz G'ijduvon tumanini alohida tanqidga oldilar. Bu albatta o'sha chorvachilik oziqasini yetishtirish bo'yicha silos ekish yo'lga qo'yilmagan deb juda haqli e'tirozlarni bildirdilar va bu bo'yicha biz hozir juda katta chora-tadbirlarni amalga oshiramiz. Jumladan barcha hozir 59 ta bizni chorva yetishtirayotgan fermer xo'jaliklarimizda hammasida yer maydonlari silos ekilishi yo'lga qo'yilyapti. Bundan tashqari aholimizning ham bir qismi albatta tomorqasida silos yetishtirish yo'lga qo'yiladi. Hurmatli prezidentimiz kecha yig'ilishda yil yakuniga qadar yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash, ayniqsa yangi O'zbekiston qiyofasidagi tumanlarda, shu jumladan G'ijduvon tumanida ham kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha topshiriqlarni berdilar. Bularni barchasini G'ijduvon tumanida bajarish imkoniyati bor va men tuman hokimi sifatida mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarni bajarishni o'z zimmamga olib kafolatlayman. Prezident tomonidan aytilgan ayni yo'nalishda bugun hududda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, chorvachilikda ishga solinmagan salohiyatni amalga oshirish uchun qator ishlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun Oqgul hududida boshlangan tajribani barcha mahallalarda ommalashtirish hisobidan bu yo'nalishda qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solish nazarda tutilmoqda. Bu sharoitlarni prezidentimiz yaratib berdilar. Birinchi 20 sotiqdan olib sabzani yetishtirib, shu 20 sotiqdan 400 sentnerdan hosil oldik. 2025-yil may oyiga 66 sotiqdan 3 ta xo'jalikka oldik hozir. Fransiyani Bulvar degan urug'idan ekkanmiz. Birinchi yil hosil olishimiz, nasib bo'lsa bundan 500 sentner gektariga hosil olamiz deb niyat qilib o'tiribmiz. Asosiy maqsadimiz ichki bozorlarimizni arzonlashtirish, o'zimiz mahsulotimizni chiqarish. Albatta, hudud iqtisodiyoti o'sishi, bandlik, inflyatsiyani jilovlash, kambag'allikni qisqartirish har bir tuman uchun ustuvor masala etib belgilangan ekan. G'ijduvonda bu borada qishloq xo'jaligidan tashqari tadbirkorlikni ham rivojlantirib, yuqori natijalarga erishish mumkin. Tumanda 20 ta mahallada hududlar drayveridan kelib chiqib, 15 sotiqdan alohida joylar ajratilayotgani tadbirkorlarning qonuniy faoliyat olib borishi uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Bu bilan G'ijduvon tajribasi amaliyotga keng tatbiq qilinadi va 180 milliard so'mlik mablag' evaziga 3-4 qavatli yangi korxonalar faoliyat boshlaydi. Mikromarkazlarni tashkil qilish evaziga qo'shimcha 2000 ta ish o'rni yaratiladi. Biza oilaviy opa-singillar birlashib, o'zimiz shu hunarga kirganmiz. Boshlanishiga o'zimiz ishlab, keyin 2 ta 3 ta, keyin 20, 30, 40 ana shu kecha kunduzga o'zimizda oilaviy seximizga 120 dan ziyod ishchimiz bor. Shu kecha kunduzga 4 etajlik yangi seximizga qurilish ishlari ketyapti. 250 ishchiga mo'ljallangan seximizda ochilish marosimi bo'lib, ish faoliyatimizni davom ettiramiz. Prezidentimiz yaratgan imkoniyatlar bilan nafaqat 12 ta viloyat, Tojikiston, Qozog'iston, hatto o'sha Afg'onistongacha vaqt kelib ishlab chiqarib, birga ishladik hamkorlikka. Yana bundan keyin kengaytirib, undan ham yuqoriroq joylarga chiqish niyatimiz bor.
G'ijduvonliklar tadbirkor xalq. Sharq mahallasida joriy yilning o'zida 2 gektar maydonda 6 ta loyihaning amalga oshirilishi 200 nafar yoshning ish o'rniga ega bo'lishi uchun imkoniyat yaratadi. Yoshlar kichik sanoat zonasi maqomini oladigan ushbu hududning moliyalashtirish qiymati 150 milliard so'mga teng. G'ijduvonda bo'ladigan o'zgarishlar bittagina mana G'ijduvon Ipi Group fabrikasi. Bir necha 10 yillar davomida Ipi Group fabrikasi faoliyati to'xtab qolgandi. Prezidentimizning 2 marotaba shu muassasaga kelib, o'sha yerda Ipi Group fabrikasiga qancha mablag' kerak bo'lsa, men shu mablag'ni topib beraman, shu fabrikani ishga solinglar, ishga tushiringlar deganlardan keyin o'sha fabrika ishga tushdi. Fabrika ishga tushgandan keyin mana hozir yaqindagina o'sha Ipi Group fabrikasiga borsak, direktor aytayaptiki, 1000 nafardan ortiq yana ish o'rni bor. Qarangda, mana shunday ish o'rinlari yaratilyapti. Bu ham albatta xalqimizga bo'lgan e'tibor, bularning hammasi prezidentimizning yaratgan imkoniyatlardan kelib chiqyapti. Bu katta baxt emasmi? Albatta katta baxt. Bundan qancha faxrlansak arziydi. Yig'ilishda prezidentimiz tomonidan sifatli investitsiyalarni jalb qilishga ham urg'u berildi. Shundan kelib chiqib, bugun tumanning Denov hududida 20 gektardan maxsus iqtisodiy zona tashkil qilinayotganiga e'tibor qaratsak, hozirga kelib 20 ga yaqin tadbirkorlar tomonidan 750 milliard so'mlik loyihalar shakllantirildi. Birgina shu hududda barcha loyihalar yil yakuni bilan ishga tushirilishi evaziga e'tibor bering 2000 dan ortiq aholining bandligi ta'minlanadi. Taqdim etilayotgan qulayliklar esa xorijlik sarmoyadorlar uchun G'ijduvonni jozibador hududga aylantirmoqda. Bugun biz G'ijduvonda resurs tejamkor elektrotexnika, yoritish moslamalari, quyosh panellari va uning butlovchi qismlarini ishlab chiqarish bo'yicha 20 million dollarga teng loyihani amalga oshirish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdik. Biz bu vaqtga qadar asosan Yevropa, Afrika davlatlarida o'z mablag'larimiz hisobidan yirik korxonalarga sarmoya kiritganmiz. O'zbekistondan bo'lgan taklifni o'rganib chiqib, bu joyda faoliyat boshlash anchagina manfaatli ekanligiga amin bo'ldik. Nimaga deganda 3 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatga mo'ljallangan loyihalarga taqdim qilinadigan soliq bojxona imtiyozlari bu biz uchun yangilik sanaladi. Investorlar uchun bu juda katta qulaylik. Biz keyingi bosqichda shamol elektr stansiyasini qurishni ham reja qilib turibmiz. Birinchi bosqich yakunida 1000 ishchi o'rni yaratamiz. Yaqin 3 yillikda loyihalarimiz to'liq ishga tushgandan so'ng 10 ming aholi bandligi ta'minlanadi. Biz tahlil qilgan sohalar va yo'nalishlar ikkita tuman iqtisodiyotini oshirish yo'lidagi rejalar va harakatlar. Davlatimiz rahbari esa butun mamlakat iqtisodiyoti, uning xalqi farovonligi yo'lida qayg'urmoqda. Mas'ullarni bunga majburlamoqda. Bu borada har bir viloyat, tuman hokimlari, tarmoq rahbarlari mavjud resurslar va salohiyatdan to'laqonli foydalansa, o'zini qiynasa, ko'zlangan natijalarga erishish ancha tez va osonlashadi.